أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإله. İlahınız qasamlıdır. Bir qasam qıldınız. Sana yaqin kelmayman deb qasam qilgan bo'lsa, mush qasamni qilgan chaqda qanday so'z bilan qildi? Allah ya Allah'ın sıfatları bilan qildimi yoki boshqa shartlik binosi deb qildimi yoki durust bo'lmaydigan shaklda qasam qildimi deb shu lafzga qarata bir narsa debdi. Fa inna malikan qala yaqa'ul ilahu bi kulli yamin. İmam Malik qanday qasam qilsin, qanday lafz bilan qilsin, qasamlam qildigan ilah bilan urdi debdi. Demek bu İmam Malik'ninki qarashish jumhurning qarashi. İmam Şafii el-Cedid'de menda qaragan. وقال الشافعي في القديم: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع. Endi İmam Şafii qadimda bunda degan debdi. Asli İmam Şafii'ning shu jadid qarashi shu hisob. Hisob bo'lgandan İmam Şafii o'zi tashlayotgan qarashni asli bu yerdan o'qimsak bo'ldi. İmam Şafii o'zi yetgan. Tamam. Men jadiddan kelmay qadimdan kelib qolibdim. Ya'ni jadidda jumhurdan birga demakchi. Qadimda bunda degan ekan, qadimga qarashi o'xshamaydi debdi. Aslında dajjonsim bo'ldi. İmam Şafii o'zi yangan ekan. İmam Şafii de burun qarashi la yaqa'u illa bil ayman al mubahati fi şer'. Şeriatda mubah deb qaralgan qasam bilan andin ila tushdi. Şeriatda mubah deb qaralgan qaysi qasamlar desa, va hiya al-yaminu billahi aw bi sifatin min sifatihi. Vallahi billahi degandek yoki Alloh taolaning sifatlari bilan shu man kana halifan falyahlif billahi degan hadis bo'yicha qilgan qasam dedi. İmam Malik'nin kunda qanday ism bilan qis bo'ldi degan gapmi? Ha, İmam Malik'ning usta bu masalan ba'zida masalan Kabe bilan, Qur'on Karim bilan qasam qilish bunda ishlar. Ondan yana manda qilib qolsang degandek bunda shart qilib shart tariqasida qasam qilishim bor. Unimi qasam hisoblaydi. فمالك اعتمد العموم. Demek İmam Malik lillezine yu'luna dedi. Qasam qildiganlar degandan qasam qildimi qildi. Undanki ilomi shu deydi. Umumga eslabdi. Yani umuma qavli taala lillezina yu'luna min nisa'in tarabbus 4 ashhur. Demek hozir bu yerda İmam Malik va jumhur shu, hatta İmam Şafii mo keyin mushqarashni tutgan. Endi ilgari qarashida İmam Şafii va Şafii yushabbihu al-ilah bi yaminil kaffara. İlani xudosh kafarat qildigan odat qasamga o'xshatib, men kana halifan falyahlif billah dedi ya Resulullah. Ondan keyin shu Allah'ın sıfatlarıyla qasam qilsam, shariat tunuydigan qasam shu bo'lgan ekan bo'ladi debdi. Bundan boshqasini hisob qilmayman demoqchi. Allohning boshqa qasam tushamda? Ash qasamni shariat durust, to'g'ri, gunoh bo'lmagan, chataq yo'q qasam deb qaramamdi. Unda deb qaramaydi desa, İmam Şafii yo'q, unda deb qaramagan ekan, buni iloj tushmaydi deb turadi ekan. İmam Malik ya o günah oluşı o neçin mesela ya ki doğru buluşu bulmasın neçin mesela lekin muş qasam bo'lgandikan ilaç şuurdu deyken. Çünkü bu ayette lillezine yu'luna dedi. Demek şu qasam qilgan adam bil Kabe ya bil Kur'an ya bazı Yahudi olup ketay, kafir olup ketay deganlar ya ki bundan qilsang bunda olib ketsa degandek tariqada shunda qasam qilsa bular urdi shumi qasam xato qasam bo'lsin nima bo'lsin qasam shu deydi. Endi o'sha hadisning lafzimi man kana halifan falyahlif billah degandimi ashunun dalil ko'rsatdi bular. Va İmam Şafii Alloh taolodan qasam qilsin dedi. Endi jumhur qilib man kana halifan falyahlif billah degan ekan Alloh bilan qasam qilsin degan ekan Allohdan boshqalar qasam qilsin shu qasam hisoblanadi. Yani ismi qasam şunun. Başka narsadan qasam qilma degan gap, ama demak qasam qilma degandan shu qasam degan ism shuni tushudi demakchi. Va zalika anna kilal yaminayn yatarattabu alayha hukmun shar'iy. Chunki shu xato qasam qilsin, to'g'ri qasam qilsin, yoki shart jazo qilib bunda qasam qilsin, har ikkisiga shar'iy hukmning birisi keladi deydi. Sen çatak qasam qilgan bo'lsa hech bo'lmasan tavba qilishing kerak deymiz-ku. Endi shariy hukmdan birisi bor shu. فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإله هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. Ondan keyin qasam qilsa kaffarat kilitdi.
Ondan keyin qasam qilsa iylom kildi. Shunga o'xshash bo'lishi kerak demoqchi. Yani şada hazır kıyas kılatıdı. Peki mesela Cumhur'un karışı yani İmam Şafii mi billah mı şulan? Cumhur'da Cumhur'un hemmeyle şu kasam kıyısılan ila bulduken de kıraydım. Talaş tartışıyor kasas. المسألة الثالثة وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطأ بغير يمين. عند قسم قمته أصلا إيلاء قسم قلشلون برلرز شكرك للذين يؤلون يعني قسم قمته qasam qilmasdan bu bosh qo'ydi aytibdi. Ayolga yaqin kelmadi. Yani musha ahvoldimi? Ilanning hukmi kelamdi, ilaga o'xshash bo'lamdi, bo'lmadi. Fa innal jumhur ala annahu la yalzamuhu hukmul ila bighayri yamin. Ko'pchilik olimlar qasam qilmagan ekan, bir ila degan gap. O'sha achchiq gap qilgandek bir ish bo'ldi. Ya qaydab aytgandek bir gap. Ma'bada qasam binasi bo'lganki, ila degan gap yo'q. Yoki adablash bo'lishi mumkin. Va hujuruna fil madaja degan ekan, erni achchiq qilib, buni adablayman deb mehmonxonaga chiqib yotgan bo'lsin. Va malikun yulzimuhu. Demek başında qasam qilmasdan ayoliga yaqin kelmagan odamga ilanning hukmini tanidi ekan imom Malik. Ilanning hukmi qildi deb. İmam Ahmad'ın bir rivayetmiş. Ve zalika iza qasada al-idrar bi tark al-wat'. Eğer mesela bunda adaplaşmak istiyorken ama şu ayolgandı bir ziyan vurma degandek, ayolni ziyan uçurtish uchun ayında bakar qiznash degandek mesela. Shunda ish uchun yaqin kelmagan bo'lsa, shart bilan imom Malik. Agar idrar emas, ya adaplashishdan yoki yo'lliq bir tariqada nima qilsa mayli, hukmini ilova olmaydi. Lekin idrar maqsadi bo'lib qolsa, endi ilova oldi. Qasam qilmaydi. Qasam qilmasa, jumhur ulamalar qasamsiz ham qilmaymiz dedi. Malik qasamsiz qilmasa 4 oy vaqtni hisoblanib deymiz. Jumhur hozir u ilan hukmini olmaydi degan. Ilan hukmini olmaydi deganiga 4 oy deydigan belgilash yo'q. Bu 6 oy yaşında qaydab juramdi, 1 yilmi umumimizning karimiz. Ama İmam Malik ilan hukmi keldi bununla degan ekan 4 oy degan gapni shu chog'da bekitilan. Çünkü ziyan urush va 4 oydan ortiq u ilmi unda ziyanni ko'tarib olmaydi demoqchi. Ve illam yahlif ala zalik mana qasam qilmasmi? Og'zidan so'z chiqmasmi? Qasam qilmasmi? 4 oy shuna o'tgandiklar, 4 oy yaqin kelmasa bu ilova qiladi. Fal jumhuru atamadu zahir. Demek ko'pchilik olimlar ashillallazina yu'luna degan oyatning zahiridan qasam qiladiganlar degan zahirdan qasam qilish degan gap bo'lgan ekan, shuni tayinladi deydi. Qasam qilmasa unda ish yo'q. Va Malikun i'tamada al-ma'na. Imom Malik ashi mazmun qarabdi. Ya'ni o'sha ziyan urush bormi yo'qmi? Qasam qilgandimi unda ziyan urishyapti. Qasam qilmasa amaliyotda ziyan urush yana bo'lgan ekan, ikkisi o'xshash deb turibdi. المعنى يعني معنى الضرر يعني الإضرار لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء. Çünkü bir adı hüküm konuldaki yakın kemmeyme dişilen şu ilanın hükmü kegenteydi. Ve sevaun şedde derke el-i'tikada bi yemin ev bi gayri yemin. Yani aş etikadını, konuldaki aşı niyetini qasam bilan çınıtıp bekitmesin yoki bekitmesin berber. Çünkü ikili ahvalda yani ziyan yanıla mevcut. Qasam qilsin qilmasin ziyan urush olgan ekan, yanıla ilan hukmini oldi demoqchi. Endi shu jumhurning shu kuchliqi. Bunun talash tartish yengil ekan. İmam Malik mu butunlay demay ziyan urush holatini noqdi. Ziyan olmagan holatda jumhur bilan billayni. المسألة الرابعة وأما اختلاف في مدة الإله عند إله مدة تلاشتاتش كاسك فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإله يجب أن تكون أكثر من 4 أشهر إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد 4 الأشهر. Yani köpçülük alimler 4 aydan keyin andın ahvalı qaraymiz, andın yaqin kelsa, ma'qul desa, joy o'tib ketdi, ma'qul kelmasa andın taraqqul deymiz degan bo'lgan ekan. 4 oyni o'tkazib o'tib, andın ahvol qaraymiz yoki ifodasini olamiz degan ekan. Bular 4 oydan ortiq bo'ladi e'lonlansa, 4 oydan oshgandan keyin e'lon hukmi o'sha chiqadi demoqchi ekan. İmam Malik bilan unda men qala bi qawlihi deganlar kimlar? İmam Şafii ve İmam Ahmad. Bunun nazardan da 4 oyga qasam qilib qolsa, yoki 4 oydan azroq qasam qilib qolsa ilova olmaydi. Chunki 4 oyda ortiq qilish kerak. Mana bir tarafdan unda xuddi oyatning zohiriga xilofdir. 4 oy desa, 4 oy qasam qilsa bu ilova olmaydi degandir. وأما أبو حنيفة فإن مدة الإله عنده هي 4 الأشهر فقط. İmam Ebu Hanife aşı ayetteki 4 ay degan gilam esler. Müddet 4 aylan buldu. Onu da artık olmaydı. İz kânel feyyu indehu innema huve fiyha. Çünkü
er sözde yenip ayol bilan birga bo'lash shu 4 oyning ishida bo'ldi. 4 oy ishida, ya'ni sendim o 4 oy shunda to'shashig'illam ayol otomatik qo'ldan chiqib dedi. Davom ekan shu 4 oydan ortiq bo'lmaydi debdi. Bu İmam Ahmad'dan bir rivayet. Yani Savri'mi qarashda. Yani bazı tabi'inlar bor albatta. وذهب الحسن وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل من 4 أشهر كان موليا يضرب له الأجل إلى انقضاء 4 الأشهر من وقت اليمين. Bularning da qarabda 4 oydan az vaqt olsa-mı, başdan qachon qilib 1 oy yaqin kelmaymiz. 10 kun yaqin kelmaymiz desimi, ila qilgan oyda qachon qilgan deb hisobida bo'ldi deydi. Yudrabu lahul ajal. Oyda qachon qilgandikilar, unda ekanmiz. Sening qo'lingdan 4 oy fursat bor. 4 oygacha ishingni bitirib qara qil deymiz. Qachon qilgan kundan tortib 4 oyga qadar. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المولي هو من حلف ألا يصيب امرأته على التأبيد. ابن عباس رضي الله عنهما دين كأجن روايته ayolingga menga yaqin kelmayma desa andan muli bo'ladi ila qilgan bo'ldi. Bu ma'noda kelgan bir rivoyatdir. Balki Hazrat Ibn Abbosdan kelgan ajizroq bir rivoyat bo'lishi mumkin. Bundan endi vaqt belgilasa muli olmaydi. Vaqt belgilasa yoki 4 oy bo'lsin, 4 oydan ortiq bo'lsin vaqt belgilasa ila olmaydi demak. Va sababu fi ixtilafihim fil muddati itlaqul aya. Ya talashtasning sababi ash oyat mutlaq kelgan deydi. Allazina yu'luna min nisa'in deb qo'ydi. Meyada itlaq varmıdır. Lakin tarabbusa arabada şu diyende takid var. Lakin lillezine yu'luna min nisa'in diyende aynı qasam qilganlar dedi o. Manda qasam qilganlar demedi. Yani mengülük deb qasam qilganlar yoki 4 oygacha yaqin kelmayman deganlar yoki 4 oydan az muddat kishi yaqin kelmayman deb qasam qilganlarning hukmi manda 4 oy saqlash deb unda gapmidi. Faqtilafun fi vaqtil fay. Undan keyin bu yerda talash tortishning sababi qasam qilish mutlaq keldi. Vaqt bekitishga munosabatsiz. Lekin 4 oy degani oyat bekitgani yeni vasi bo'lgan muddatning gapi. 4 oy ichida sanash qasamingdan yeni vasing bo'ldi deb aniga qayga ya'ni qaytishga bekitgan vaqt deydi. Demak, o'sha talash tortishning sababi oyatning boshqa qismi mutlaq kelganligi ondan yana 4 oy deganning o 4 oy ishidimi 4 oydimi yani ortiq qilamdi degan aningdimi muddatini talash bo'lganligi ma masalada talash sabab bo'lgan. Va fi sifatul yamin yana taha qasamning ashariqi mubah qasammi bu degan bayatın qilmasligiga o'xshash aningdimi talash bo'lganligi mana ta'sir ko'rsatdi. Fi sifatul yamin va muddatihi huwa kaunul ayati 'ammatan fi hadhihi al-ma'ani aw mujmala. Demak, qasamning sifati, muddati, yuqorqi naslda ixtilof bo'lishi mushu mazmunlarni ifodalashda mushu oyatning lafzi umum holatga kelgan yoki tafsiriy aniq bayon qilmay mujmal holatga kelgan. Shuna talash tortish kelib chiqdi. Endi Abu Hanifa 4 oy dedi-ku. Bu ham shu oyatning lafziga eslab, oyatda 4 oy dedimi? Undan ekan, uningdan ortiq deb turib olsang, mushu oyatning zohiriga xilof qilgan bo'lsa deydi. Bu Abu Hanifaning dalili. وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها. مولي جاش قسم قيغار مولا منها جماش أيال قسم قلم غنا أيال ديله. Demek bu şu vela ayalının süpti qanday bo'lish kerak degan masalada talash bo'lg'achqa bu ayal masalan ahli kitob bo'lib qolsa, musulmonning qo'liga ahli kitob bo'lib qolsa, buni ila tushunmadi. Yoki bir hur odamning qo'lidan dedek xotin bo'lsa degandek. Aslında erning qanday sifatda, ayolning qanday sifatda ekanligini talash bo'lib qolg'achqa. Bana talaqni unda bundan bayon qildi. Talaq qilib bayon olamdi, raji olamdi. Talaq tushdi desak masalan. Endi o'zining qarshi bo'yi 4 oydan keyin otomatik talaq bo'lib ketdi. Boshqa jumhurning qarshi 4 oydan keyin so'doq o'zi talaq qildi yo hakim talaq qildi, shundan talaq tushdi qildi. Mush talaq raji olamdi, bayon bo'lganda buni talash tortish. وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه وسبب السكوت عنها. Demek ma yuqorqi bir necha bayon qilgan masalada oyat mujmal keldi. Shuni talash tortildi. Uningdan boshqa masalalarda u oyatda to'g'rilik to'xtalmagan. Shuni talash tortildi dedik. Va hadihi arkanul ilah. Yani yuqorda bayon qilgan masalalar, ikki masalani bayon qildimi? İlaninki arkani shu deydi. Yani ma'rifatu nawal yamin ve vaqtul fay'i vel mudda. Yani qasamning turi, qanday qasam qilganligi
yana qancha muddatda qaytib ola oladiganligi. Va hadihi arkanul ila, ya'ni mushula ilaning asas ruknlaridan iborat. Ya'ni a'ni ma'rifatan naw'al yamini va vaqtul fay'i wal mudda wa sifatul muli wal mula anha wa naw'ut talaq al waqi fihi. Qasamning turini bilish, qayta o'lish vaqti, muddat qanchalik bo'ladi, shu qasam qilgan er bilan shu erning ayoli qanday sifatda bo'lish kerak, dini qanday, zimmimitda, emasmitda, hurmatda, dedekmitda degan. Va na'u talaqul waqi fihi, mush iloda qanday turdagi taloq shudo, ba'in ulamdu raj'imo. Mush masalalarni bilish iloning asos arkonlarida hisoblanadi. Buni ba'zi o'tdan ba'zi indikillah. المسألة الخامسة فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه رجعي. إيلاء قندا بوسن قلب قيس قراشت بومسن طلاق düştü deyli. Düşkenden keyin muş talaq, rajai talaq olamdı, bayin talaq olamdı. Biz yuqorida bir qatim bir deb o'tib ketdik buni. Ya'ni pimazatda bayin bo'lib tushdi dedik. Lekin Zayd ibn Sabit, Jabir ibn Zayd, ba'zi sahoba tabiinlardan rajai tushdi degan rivoyat keldi dedik. Hamda İmam Malik ve Şafii, İmam Ahmed Muşlu'lan billah, ilada talaq düştü desek, bu rajai talaq oldu. Tuncu talaq olsa deyince. Üçke toşmagan bolsa albatta. Şimdi so'rab qalsa, bu bayin bo'lib ketsa aniq emas. Yani rajai bo'laoladigan talaq bo'lsa, bu rajai bo'ldi. Ama otomatik bayin bo'lib ketgan bo'lsa, uchinchisi bo'lsa, bu bayin. Uchinchi bo'lganlikdan, ila bo'lganlikdan emas. Yo yani birinci, ikincisi de deyiladi zaten. Rajai bo'ldi deganning qarshida. Ha, şu cumhurning qarshidir. İmam Malik ve Şafii ve Ahmed ha. Muşulamış ilada, birinci, ikinci qatımlıq talaq bo'lsa, ilada tushgan talaq rajai bo'ldi dedi. Üçüncüsü de böyle ittifak. Üçüncü talaq olgan bo'lsa bu, şu bayin olib ketadi. Baynuna kubra olib ketadi. Baynuna kubra. Hatta tankiha zawjan g'ayra bo'ldi. Endi hozir birinci, ikinci qatımlıq talaq bo'lsa, rajai talaq bo'ldigan ahvolda, mushu ila bilan talaq bo'lib ketgan bo'lsa, İmam Malik ve Şafii ve Ahmed bu rajai talaq bo'ldi deb qaradi. İmam Ahmed deydiken, agar shu to'rtta o'tib ketgandan keyin erni talaq qilamsa, qilmaymiz desak, talaq qilmayman deb turib, hokim talaq qilayotgan bo'lsa, qozi bu chog'da bayon bo'lib ketadi deydi. Lekin er talaq qilsa, rajai bo'ldi deydi. Bu İmam Ahmed bilan İmam Malik ve Şafii'ning o'rtasidagi farq. لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه باين. أن bunun delili meken şeriatning hukmida qanday bir taloq tushsa, buni bain deydiganligi bir isbot bo'lsa, bain deymiz. Bunda isbot bo'lmasa, hadis shu raj'i hisoblanmaymiz debdi. Buni bainligining isbotimiz bor? Yo'q demoqchi. وقال أبو حنيفة وأبو ثور هو بائن. أبو حنيفة وأبو ثور باين olib ketdi debdi. وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك. Çünkü raj'i deb hukm qo'ysak bunga, bu ayol yana ziyon tortib turibdi. U ziyonni biz tugatmagan bo'lamiz yana. لأنه يجبرها على الرجع. Biz mesela şeriatda bu ayol talaq bo'lib ketdi hozir dedik. Bu ayol tatkan ziyanını hazır biz yo'qotmoqchi bo'ldik. Talaq bo'lib ketdi desak, bu er ayoldan qizmoqchi emasmi? Rajai deb qo'ysak, biz shunda talaq bo'lib ketdi deb ayirsak, bu aytsa amri qaytirib oldi. Qaytirib yana shunda to'tay qizmaydi. Davon kim buni bayin deymiz. فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق. Şu an yadam da talaş tasının sebebi muş ilah hükmüdün biz qanda menfaatni ko'zlagan to ayol ziyon tortib ketmasin degan. Yani muallaq qo'yib qo'yish, mushunda ziyon uchrab ketmasin degan to. Bu menfaat bilan hozir taloqga asli qoida bo'lgan, odatdagi bir taloq qilsa, bayinlikka dalil yo'q bo'lsa, raj'i taloq tushadigan qoidaga bu menfaat ayolning maslahati zid kelib qoldi deydi. Bu ehtimolli ekan, raj'i ya bayin deyish. فمن غلب الأصل قال رجعي. شوها أصل قاعدة أكش تلقيسا بايل قدر يوق بر تلقلب قاسا رجعي بولته شو قاعدة أصل دي مش هذا أصل قاعدة. قاعدة شندات تدسا شو قاعدة سواء الله يقبل رجعي ولدود ده. ومن غلب المصلحة قال باين. إمام أبو حنيفة أيضا منفعتنا كز تخلقشون منفعتنا كز ديالكشون bu bayin olup gitti. Çünkü bayin demesek ayol yalnız yan uçururdu. Davamlaşıdı bu ahval. Yani anda şu bayin deyişte Ebu Hanife kıyas kıyında. Kanda kıyas kıyında? Talak kısmıyla eddeti şu 4 ay
ötep ketken bulda bir şey yok. Talaqqiga ayolda ya 3 hez ya 3 ay dedik-ku. Hez ko'rdigan ko'maydiganlik qarab ya 3 hez ya 3 ay dedik. Demek aşında bir şeriat bir vaqt belgilab qo'ydimi? Demek bu 3 ay atrofidagi narsamdir. Bu 3 hez mi shu 3 ay 15 kun, 3 ay 10 kun bo'lishi mumkin-ku. Mushu nimaga o'xshaydi? Ma ilada 4 ay deb belgilab qo'ygan o'zi. Xuddi talaqning shu 3 ay ichida 3 hezdan pak bo'lgan qadar amringga qaytulmasang ayol qo'ldan chiqdi degan. Ma'nodami? Bu 4 ay ichida qaraqilmasang ayol qo'lingdan chiqdi degan bilan o'xshash. Undan keyin shu muddat tugaganligidan bayinlab ketadi demak. Ma qiyosma qilganlik. Ya'ni ikkili muddat ayolning bayinlab ketishiga bekitgan muddatdir. المسألة السادسة وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق. Endi 4 ay o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin Imom Abu Hanifa 4 ay o'tgandan keyin bu taloq chiqib bo'ldi deb mayonga ketdi. Endi bu jumhur 4 ay o'tib ketgandan keyin unda erning talog'ini tortmas demoqchidir. Bunday ekan, qozi erdan so'raydi ekan. Talaq qilamiz qilmamsa yoki ayol bilan birga bo'lamsa desa, yo g'ingin kelmaymi deb turarsa, biz talaq qildi ekan. Buni o'lmasa, uni so'rab qo'ygan gapkan. Men mushuni qanday qildi demoqchimdi. Lekin Abu Hanifa hozir bu dardin chiqdi. Chunki u masalan qilib bo'ldi. Bunda avarchilik yo'qmadi. Sen bashaqati jumada solayma, u bu deb nima qilib jumada. Davlatga hozir ma jumhurning arasida gapma. فإن مالكا قال يطلق القاضي عليه. يعني أنما يترواسا قاضي أرنو أرن تربلم تلقليتي وردود. وقال أهل الظاهر يحبس حتى يطلقها بنفسه. يقبنا سورة قيمز تاكوي داد بولد تلق قلدما مسجد تلق قيغان قدر ترمدية تدود. وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة. Bunun talaqlarının sebebi aşı yukarı meseleki okşaş talaq kaidesi bilen menfaat zitkep kaldı deydi. Faman ra'al asl ma'ruf fi at-talaq qala la yaqa talaqun illa min az-zawj. Yani asli qaidege esvaqallah şu ağızdan talaq diyen sözünü çıkarsa talaq düştü deb turibdi. Faman ra'a darara dakhila min zalika alin-nisa. Ayollar bu işten ziyan tatib ketdi, zararga uchraydi deb buni ko'zda tutib, ay ziyandan aşı ayollarni qo'g'dab qammoqchi bo'lsa, qala yutalliqu sultan va huwa nazarun ila al-maslahati al-amma. Hakim yoki qozi erning o'rnini turiblam bu talaq qilinmagan ekan, ziyon bo'lgan ekan, erning o'rnini turiblam talaq qilib o'tverdi. Demak bu manfaatini qo'g'dashdan iborat deydi. U manfaatini. Va hada vallazi yu'rafu bil qiyas al-mursal. Bu mana shu fiqhda ya usul fiqhda qiyas mursal deb atiladigan narsa shu. Qiyas mursal nimada? Mursal degan shariat ya unda ya bunda demagan. Bunda qo'yib qo'ygan. Arsalahu deymiz-ku. Tashlab qo'yganlar. Masalan, yo'lda qizil chiroq deymiz-ku, masalan. Insonlar manfaatiga qarab qizil chiroq bekitadi. Tamam. Yo'q, bekitmaymiz, unda aylanib o'tib qilamiz, o'zimizdan shay. Nozgin mana shariat o'zida bekitma deb biznesimiz-ku. Yani kishilarning o'zining masalahini tanzim qilishiga tashlab qo'ydi. Bu masalahning mursala deymiz. Yani nas kelib ya cheklagan ya buyurgan bir ish yo'q. Yani masalihul mursala asli bu. Qiyasul mursala degan şey masalihul mursala. Ma başladığı min al-maslahatul ammada. Al-masalihul mursala degan shu. Qiyasul mursala degandan tushunmay qolgan. Wal manqul an Malik al-amal bihi. And İmam Malik'ten naql qilinsa, İmam Malik mush masalihul mursalani oladi. Yani şu usul qaidasida endi al-kitab va sunnah, ijma, al-qiyas, amal al-Madina, masalihul mursala bu deb bunda tuzildi deydi. وكثير من الفقهاء يأبى ذلك lekin ko'pchilik olimlar unumaydi. Yani masalahul mursalani muvjud deb qaramaydi. Amaliyotda u kasir min al-fuqaha mesela Şafii, Zahiri, asasim Zahiriler, Şafii'mi Zahiriler bilan bir tuqqan. Zahiriler bu masalahul mursalani unumaydi. Çünkü masalahul mursal degan sen la bir narsani tekki cho'kab kallarni ishlatib, bu menda foyda va menda ziyon bor deb shu bo'yicha amal qilish iborat bo'lgan ekan. Mağaz zahiri hesligan bo'lgan ekan, ishi cho'kmaydi. Shunga bular hujjat emas deb qaraydi. Hani İmam Malik hujjatida, İmam Malik hujjatida anda Hanafiy mazhab shu buni oladi. Masalan mursal, lekin bular masalan mursala ya qiyas mursal deb ammay istihsan deb boshqa ism bilan atab nima qildi. Shu masalan shunda birini kelib qolsa, lekin istihsanan munda deb qo'ydi. Ve şu masalahga tayinlangan. Eni qadni bir maslaha bo'lib qolsa bir ishda, achida qiyas va kizan tashlablanmayni chiqib oladi.
Şu masalahni ağırlığı şu. Bu Hanefi mezhebinin kitapları yaman çıkın. Üstahsen mında deplan. Başka mezhebin mezhebini aldık ya. Arada aslında başka isimler var. Ende alın. Şu an ve ketir min el-fuqaha degenim mamda bek emasında. El-mes'elatu s-sabi'a hal yetekerraru el-ila'u iza tallaqaha thumma raja'aha? İla qıptı. İla qilgandan şu muddat to'shab bilgire talaq qıptı. Yak to'shab ketgandan keyin aslında so'tchi talaqlamsman deganchalik qıptı. Tamam? Qilgandan keyin endi bu raj'i deb hisoblanadi ular. Raj'i deb hisoblangan bu yana amriy qaytiryapti bu yerda. Endi o'sha qaytirgandan keyin burun qilgan ilasi kichik egimo dedi. Masalan 4 oydan ilgari ya 4 oydan keyin bo'lsa talaq qilasiz. Talaq qilgandan keyin yani qaytirgandan keyin burun qilgan ila yana hukmi bog'lab 4 oy to'shmagan bo'lsa qaytirib akagandan keyin uning aqlini to'shqizgan gapmi yoki bo'ldi bu yuzib ketadi. Yani bir masalatil hadim dedi-ku. Xuddamda bir qatim talaq chiqib bo'lgandan keyin u burun qilgan ila pak yuzib ketadi ketmamdi degandek. فإن مالك يقول إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه. Demek talaq qilindi, ila masalasi bo'lar. Ayol talaq qilindi. Talaq qilgan kim bu raji talaqda bisolgan ekan bu jumhur. Eğer g'achchida yana amri qaytirildi. Qaytirib olgan ekan yana burunqidak shunday yaqin kelmoqdi. Yaqin kelmagan ekan unda shu ilani davomlashayotib damdoq yoki u butun tugab bo'ldi endi ma'lum degan başladim bir masalada qaramdoq demoqchi. İmam Malik ila yana takrorni vergan hisobda bo'ldi. Yani tugmaydi shu burunqi ila demoqchi. Va hada indahu fi talaq ar-raj'i wal bain. İmam Malik nazarida bu raj'i talaqda olsun, bain talaqda olsun o'xshaydi. Endi raj'i talaq bo'lsa amriga nikoh qaytarildi. Bain talaq bo'lsa birinchi ikkinchi qadamliq talaq bo'lgan bo'lsa bain desak, yangi boshlarni nikoh bilan nima qildi? Bu chog'da yana o'xshash demoqchi. Yoki 3 talaq qilinib ketgan bo'lsa Beynul Kubra olmaz başka ayetiga keyin cho'glab mushi erning qo'li uchib qolgan bo'lsa, yana shu yaqin kelmasa ag'amdan keyin yana ila davomlashib demoqchi. İmam Malik ayolga ziyon bormi yo'qmi ziyon bor yana deb shunga tikilib qolgan. Va qala Abu Hanifa at-talaqul ba'inu yusqitul ila. Xuddi shu masalatul hadm deganga o'xshash. Burun talaqni yutish masalasi bor. Ma'nodimi? Ba'in talaq qilgan degan bu Hanifi mazhabida ba'in talaq qildi dedi. Yani birinci ikinci qatımlıq talaq olsun, raj'i talaq degan gap yo'q. Ila bilan tushgan talaq bain degan ekan, baynun bo'lib ketgan ekan, bu er bilan ayolning munosabati uzildi, burunqi ila hammasi yurib ketdi demoqchi. Va huwa ahad qawlay ash-Shafi'i. Bu Imom Shafi'ning kelgan, yani bir qarash ekan. Endi Hanbali mazhab fikrini ekan. Bain kubra oldimda, bain sughra oldi qaramda bu ekan. Bain sughra oldi. Endi uchinchi talaq bo'lgan bo'lsa baynun kubra oldi. Hanbali mazhabdagilarmish, Hanefi mazhabining tam aksi ekan. Ular dalam almashtir ekan. Ya'ni bular at-talaqur raj'i yusqitul ila, at-talaqul bayn la yusqitul ila demoqchi. Demak, o'sha Abu Hanifa bilan Shafi'ning yana bir qarashdagi so'zi va hada al-qawl walladhi ikhtarahu al-Muzani va jama'atul ulama. Ana Imom Muzani, o'sha Imom Shafi'ning mujtahid shogirdlarining birisi. Mush ikki so'zning birini Imom Muzani tanlabdi. Mush qarash kuchliqda. Yana bir grup alimlar shuni tanlabdi. Ala annal ila la yatakarraru ba'da at-talaq illa bi i'adatil yamin. Yana shu yusqitil ila degan gap shu. Qayta amriga qaytirib olgandan keyin yangidan bir talaq qilsa, endi ila paydo bo'ldi. Bo'lmasa burunqi ila yurib ketdi. I'adatil yamin qilsa, qayta bir qasam qilib, yana ilani yangi boshlardan qilsa, yangi boshlarda ila bo'ldi. Bo'lmasa burunqi ila shu baynuna olib ketgandan keyin yurib ketdi. Bundan sonra Malik'nin göz karşıcı mesela benim ilan kılıp eğer kurduğuna yenip kalsan da kasem kafaret yemin kildiğen onunla kasem kanki. Ondan sonra ilan kılıp vakit koşma halatçıda ayarlı bir talak raca kıyıcı yine varsa yine ilan kasem ne bulmayken küçük bulmayken de ondan sonra. Talak kılıp yandırıvarsa demeksin. Talak kılıp yandırıvarlarken yakın kelmese şeyge. Yakın gelse oldu özü bunun tüketken buldu hocam kafaret kasem kildi. Yani kilemde? Ha kildi. Şu feyqigan bo'ldimdi. Qaytgandan keyin qasamni kafarat qildi. Hozir masala kafarat kirishda emas. Yani ila davomlashamdi yoki yuzlik kitabni degan gap. Demak, Imom Shafi'ning shogirdi Muzani yana bir guruh olimlar ya bu yuzlik ketgan bo'ldi, yangi boshlardan qasam qilsa undan ila yana takrorlandi, bo'lmasa yo'q debdi. Va sababu fi ixtilafi muaradat al-maslahati li zahiri shart al-ila. Bu adamı talaşlarının sebebi ilanın şartının zahiriga
şu menfaat takışıp kaldı deydi. Qanday derken ennehu la ilahe fi şer'i illa hite yekun yeminun fi zalika nikah bi nafsihi la fi nikahin akhar. Çünkü şeriatda yeniden bir nikah ichiga ayoq bo'lsa, nikah bahaltida bir qasam qilsa, ondan bu ila tushdi. Hozir burunqi nikahda qilgan ila u ketdi, bu ayolni yeniden emriga olgan ekan. Bayılıb ketken yeni emirga aldı. Yeni de emirga algan ekan, muşun yeni emirga algandan keyin yeniden bir qasam qilsa, o'zidan qasam chiqsa, ondan ila bo'ladi. Bu musulmon. Ila degan shu ila qilingan vaqtki nikoh shu nikahda. Shu nikohi xos. Shu nikoh ishida bir qasam qilsa, onda ila bo'ldi. Hozir bu emirga yeniden yani nikohlar qaytib algandan keyin yeni qasam qilmadi. Qilmagandan keyin bu ila bo'lmaydi debdi. Yani burunqi ila yeni nikohda kuchga ega emas. Un ilanı bir kadın talak bilen qaytırıştan jüyütüp koğanda. ولكن إذا رعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإله. Lekin muşu qoidaga rioya qilib qolsak, bu yeni nikoh qilgandan keyin bu yaqin kelmasa, yana shu ziyon yana bor. Biz shu ziyonni yo'qotmoqchi edik. Ilohning shu ziyonni yo'qotmoqchi edik. Hozir qasam qilmasang, ash iloh xuddi davomlashgandek, yani amaliy holati ziyon yana bor. Unda o'rniken biz ziyon yo'qotsa qilib bu İmam Malikning. ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإله بغير يمين إذا وجد معنى الإله. يعني معنى الإله دينا معنى الإضرار. قسم قمسمه معنى الضرر بوسا ولا أردرت. البته bu aciz qarash. Bu xuddi bayatın cumhur deganda qasam qilmay yaqin kelmay bunda tursa ila bulamda bo'lmaydi, ila bo'lmaydi degan. المسألة الثامنة وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها مشاهدة برأر إلى قلده أيالما يقين كميمان ده قسم قلده قسم قيغان دينكين في مذهبتا تتأي يقين كمسا اوتوماتيك طلاق وكتة باش قراشتا تتأي دينكين قانون تعتب صودق يا طلاق قلده يا حاكم طلاق قلبته يقول مشاهد مش أيال hazır تتأي يرولان بالبومغا يالمش نما Tut ay bildi boğağa şu mu da? Dağın ki balı bulmaydı. Erbilen tut ay bildi olmalı ki. Xuddi bir yer demekçi. Şu iddet hayız. Talası kuru iddet tutuş ya. 3 ay iddet tutuş meselesi var o. Muş iddetning vaqti tut ayning shu o'tib ketgandek. Unda o'tib ketgandan iddet tutmusun bulamdı degan gap chiqdi. Fainal jumhur ala anna al-iddat talzamuha. Jumhur iddet tutudu deydi. Minhum al-a'imma al-arba'a. Tut imamı şunu dedi. Abu Hanife şu ilan oqtuşqan dikenler talaq ketdi. Bu 3 ay. Ezkömede 3 ay dedik o. Ezkörganga 3 quro dedik, o şu 3 ayga yaqin. Demek ma 4 ay 3 aydan ortiq narsa. Yani xuddi iddet mu shunisi o'tib ketgandek hozir. Lekin imam Abu Hanife bu yerda animiga qaramay, bu iddatning maqsadi baraat rahim bu unda deb qilmay, bu ayrim bekitilgan bir narsa bu. Yani bunun başqa bir ko'zlangan narsa bor bunda. Abu Hanife hozir bunda 4 ay ilanın vaqti tushishla şu ayol bayını suğra o'tdi. İlan vaqti o'tib ketgandan keyin iddat tutsin bul deydi Abu Hanife, shundami? Ya, şu jumhur iddat tutdi deydi. İddat tutsa unda Abu Hanife degan gapni hozir jiyadim bakan divanlar. Bu jumhur Abu Hanife'nin var mı şunun içinde? 4 imam hammasi tushunmagan masala hozir. Abu Hanife ilada 4 oydan keyin talaq bayın bo'lib ketgandan keyin iddat tutamdi yana. Ha, iddat tutdi. Abu Hanife 4 oydan keyin bayın bo'lib ketdi deganda, jumhur 4 oydan ortiq bo'ldi deganda, ham 4 oydan ortiq bo'lsin, 4 oy bo'lsin, yana la o'sha iddat 3 oy va hokazodan yana jiqma bu. Shunda turg'uliq jumhur deydigan, yo'q shu 4 oydan jiq o'tib ketgan bo'lsa-mu, yana taloq tushdi degandan keyin, yani 4 oydan keyin Abu Hanife taloqlab desa, shu 4 oydan keyin undan iddat tutdi, iddat boshlanadi deydi. Nima uchun desa, bu iddat degan ayrim bir ibodatga o'xshash bir narsa. Unda olganda demakchi, başlankin şu 4 ay to'shqandan keyin buni Abu Hanife bayim bo'lib ketdi degan deydilar. Bayim bo'lib ketdi. Bu bayim bo'lib ketdi degan gap, uni qayt nikoh qilmasa ikra qilmaydi. Lekin shu baynini so'rao uchun ko'proq iddat bor degan. Talaq qilib 3 ay o'tib ketib qoldi. O'tib ketgan o'yal o'rg'i kim ekaytmaydi. Shu chaqda bayim suğra deymiz-ku. Uni yandirib olsa, razi bo'lishmi? Shuna. Hozir Abu Hanife deydi, iloq qilib bo'lgandan keyin 3 oy saqlasa,
Hazır 4 ay ötken dikili bayım sonra dedi. O hazır 3 ay vaqt aydı. O arada yandırıp qalqandan ekan. Ya şu aralıkta ta iddet tutmakmıdır. Ha tutpaqmı da. Tutmakmıdır. Bayım sonra deyişe, nima uchun? Bu yana aslında ziyan davranışı oldu, ziyanni qutlamanın yana başarıga deb endi. Lekin aş iddet qachon tatib boshlanadi? Taraf tushdigan vaqtida 4 oydan keyin. Unda 7 ay bo'lganda bayım sonra sulkaya bu ne? 4 oyni o'tkazib 7 ay. Lekin 4 ay keyin bo'lmaydi ekan. Demak 6 ay olgan yandırıp kalsa, ondan sonra o bayın bulmaydı. Şurada 7 ay olsa bayın sonra düştün, 7 ay düşkire kaldı. 6 ay olgan yandıramaydı şu. Yandıramaydı. Mesela birisine 3 talak kıldı deydi mi? Bayın Kubra'da. Bayın Kubra'da. Şu 3 talak şunda düşkenlikler iddete bir gün bir saat olsun da yandıramaydı. Yandıramaydı. Lekin bayının sonra olsa onu yana nikah bilan qaytarib oladi. O unda olganda çünkü hujjat to'shmoqchi bayın sonra olmaydi hech kim kompaniya bilan ko'z qarash ekan. Muddat to'shmoqchi. 7 ay o'lishi bilan bayın sonra olish uchun 7 ay o'lish kerak. Bo'lmasa bayın sonrani iddat tutayotgancha nikah bilan og'il bo'ldi. Ha, og'il bo'ldi. Lekin Abu Hanifada ma'zur bayın bo'ldi degandan ayqol bo'lmaydi deb qaraydi hozir. Abu Hanifa bayın Kubra demidi uni. Bayın sonra dedi. Ayqol bo'ldi nikah. Abu Hanifa bayın Kubra demidi. Bayın sonra. Bayın sonra dedi. Unda olim ya bu nima tushmaydi unga. Ya Abu Hanifa 4 oy o'tgandan keyin bayni Kubra olib ketdi deb turgan bo'lsa-da, aslini yengib tushdi. Abu Hanifa bayni so'ra dedi. So'ra olgan hamma bu iddat tutayotgan chaqmoq ayol. Ash ila qilgan eri qayta nikohlab ola oladi degan gap. Hozir iddat tutishi zodi u qutlanmaydigan ish degan gap boshqa. Iddat tutayotgan chaqda bu nikohlab olamda olamam degan gap boshqa. Bayni Kubra olsa olmaydi. So'ra olsa nikohlab oladi, lekin nikohdan qaytara olmaydi. İddatdan ichida. Shu iddatning ichida nikoh bilan qaytara oladi. Bayni Kubra olsa, Kubra olsa iddat tutayotgan chaqda qaytara olmaydi. Demak, bu shunda boshda yana Hanifa bayın buldu degan shundami? Bu yerda iddat tutuz dedi. Demakchi endi. Bayın buldu, bayın Kubra demedi. Kubra dedi, to'g'ri, bayın so'ra dedi. Shu bayın buldu. Masalan, birinchi kun talaq deydilar, masalan. Hozir talaq ajoyida. Bayın buldu dedi. Endi bu yerda iddat tutdi dedi. Demak, bayın buldu deganda iddat tutdi. Ha, iddat tutdi degan to'g'ri. Va ishkani qo'shib kelsak, endi nima xulosasi? Agar da bayın buldu dedi birini ishkin talaq rajoyida shunday e'lon qilgan bo'lsa, 4 oy bo'lgancha biridan bayın buldu, 2 kun iddat tutdi dedi. Iddatdan ichida ayollar gap qilib qolsa, nikoh qilib keldi. Yani nikoh keldi. Ha, bo'ldi. Odatda masalan shu aslan demoqchi bo'lgani, iddatning ichida masalan birinchi 2 kun talaq rajoy. Talaq rajoy deydi. Bu chaqda ayollar gap qilsa, nikoh qilsa ayollar aytdi. Endi bu yerda boshda talaq bayın bo'lib ketdi. Bu yerda iddat tutdi degan gap bo'ldi. Iddatning ichida ayollar bo'ldi emasmi demoqchi. Shu hozir bu yerda bayın degani nikohlar akillar iddat degan endi boshqa aytmoqchi iddat tutdi. Yuzaki vaqt iddat. Demak, shu yig'in nikoh. Ya'ni endi bayın bo'lgandan keyin uzakasi nikoh paketi degan gap bo'ldi. Gapni ular chiqdi. Ya, shunda to'g'ri. Endi nikoh bilan ham yangi mahar ketdi. Yangi to'yda qolgan ekan, yangi to'y bo'lgan ekan. To'yliq ishak chiqinmaydi, erim bir adablangan bo'ldim. Ishak pulni chiqim qilib, keyin undan yaqin kelmay o'tamaydi. Mutanlıqının endi to'g'ri nasıl olgan ekan, 4 yil aymaga qilamabdi demeydi. Ya. Endi asli Abu Hanifa'nın gapi bo'yicha o talaq bayın olgan ekan, masalan, nimga tushadi-ku, mana salasat quruqqa. Talaq bayinmay bundan iddat tutmasa, bilaverdim odatda. Ammo nasıl olgan ekan shu 4 yilsi. Salasat quruq dedi. Salasat ashhur dedi-ku. Ayni nasıl olgan ekan, jumhur iddat tutdi. Talaq bo'ldimi? Iddat tutish bor dedi. وقال جابر بن زيد لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 4 أشهر 3 حيض. Ayollarning hayzi ba'zilarda uzun dikildigan, jildi chiqadimay keldigan har turli dedi-ku. Ana o'sha 4 oy ichida yoki jumhurning qarshi 4 oydan kerak, endi so'tchi, qozi uning tanavini tortib talaq qilgan 5-6 oy o'tgan bo'lsa, masalan, yaqin kelmagan muddat 4 oy va 5 oy desak, shu oralikda 3 hayz ko'rgan bo'lsa, masalan bir 5 oy bir hayz ko'rgan bo'lsa, bir hayz ko'rgan bo'ldi. Bunda ahvolda yo'q deydi. Iddatni to'liqlaydi degandek deyish mumkin. Lekin 3 hayzni ko'rib bo'lgan bo'lsa, yoki hamda hayz ko'rmagan ayol bo'lsa 3 oy o'tib ketgandan keyin, xuddi iddat vaqti ashun ishi chirib ketgandek, u chaqda
ayrım iddet tutuşumsun buldu. Çünkü iddetin vakti ötep ketip buldu ya 4 ayın içinde. Ve qala bi qawlihi ta'ifatun. Bir grup alimlar muş qarashini tuttu. Ve huwa marwiyun an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. İbn Abbas'tan muşunda rivayet kılındı deydi. Ve hujjatuhu bunun asası ise ennel iddete innema vudi'at li bara'atir rahim. Muşunda İslam'ın gel. Ko'rsatib bo'lmayapmi shuni xush uchun belgilangan narsa bu iddat degan. Va hadi qad hasalat lahal baraa. Mana 4 oy o'tgandan keyin 3 oydan jiqroq muddat, iddatdan jiqroq muddat bu baraatir rahim xotirjam bo'lgan holatda vaqt o'tib ketdi demakchi. Lekin biz rajih qarashda bu iddat degan baraatir rahim uchun ham emas edi. وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. Bu bir talaqlangan ayol. Bundan başqa ayollarga o'xshash talaqlangan ayollar iddat tutashayapti. Val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurud de. 3 ashhur deganim bor. Bundan keyin bu shu iddatni tutadi deb qarabdi. Yoki shu mutallaqatning ishi chigizati buni yoki endi iddat tutgan nimalarga qiyos qildi. Ishkilisi mumkin. وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة. هذا تغشان سببه إدتيان بشتربت براءة الرحم مصلحة يعني. شونه كذلك الناس olsa yani bir taraftan bu bir ibadet. İbadet diyenim da yani nurgun maslahalı var. Lakin insan onu düşünüp yetemezki mümkün. Ondan ki Allah Teala hem işini mahluklarının hem ahvalını yaxşı bildiğin Allah Teala munda diyen iken bu çok munda faydalı bir iş biz sallamna deb qulluq bilan qabul qilamiz deganmiz buni. Ya'ni biz bilgan balki iddatning foydalaridan 5-6 sanishimiz mumkin. Bilmagandan 20-30 chiqishi mumkin. Hatto ba'zilar deydi, buni boshqa erganim qilgancha orliq o'tmasa, yat sperma ziyon qildi deydi. Masalan, bir erdan qilgandan keyin, ya'ni bir erga tekkan chaqda bir muddat o'tmasa, qisqa vaqt ichida boshqa sperma chirib qolsa, yana ziyonliq deydi uni qarash. Tibbiy saati bakin bu qarash. Yok, müşne o'xshashanda biz bildigan, bilmaydigan nurg'un bor. Yani bu ayol ajrashib ketganlik jihatdan da psixik, ruhiy tarafdan bir ya vafadarlik deymiz yoki bir xil fataratdan aqaha deymiz bu. Bir demilish vaqti degandek endi, ha? Endi bir nima bo'lishi mumkin. Yana iddatni bizlar qayta bir pishman qilib qolsa, o'lish fursatimiz yo'qmasdi. Shunga o'xshash jiq nima bor. Faman lahaza janibal maslahati lam yara alayha idda. Bu baraatir rahim shullam te deb qolsa, iddat tutmasin bo'ldi. Chunki baraatir rahim ma'lum bo'lib qoldi buni. Qo'shqida yo'qlik chiqdi edi. Va man lahaza janibal ibadati awjaba alayhi al-idda. Yo'q, buningda shu nurg'un mazmunlar va biz buni tushunib yetmaymiz. Alloh taolamiz buyurgan ekan shuni qilamiz deb qaraganlar iddat tutdi. 4 oydan keyin taloq bo'ldi, taloq bo'lgandan keyin iddat bor. Ma'murlikning so'zi bundan ketgan. Al-mas'alatu at-tasi'a wa amma ila'ul 'abd. Biz talaq, iddat tutish, chiqishlarda pul ila qilib qolsamda, yerime uçamda, uçmamda degan gap bo'lardi-ku. Fa inna malikan qala ila'ul 'abd shahrani 'ala an-nisf min ila'il hur. Mesela bir qulning ayoli bor ekan. Bu qul ila qilib qasam qilibdi. Foydalanib kelmaymadi. Undan keyin bu 4 oygacha anda muddat kutilgan gapmi yoki 2 oydan bir tarafga ketamdi. 2 oy deb qarabdi Imom Malik. Bu İmam Ahmed'in bir rivayetken kıyasen ala hududihi ve talaqi. Bunun delili, bunun cezası mı yerim uçup kalktı o. Nisfu ma alal muhsanat dedi o. Hududda. Ondan talaqtı mı? Talaqul emete seneten ve iddetuha haydatan. İddet kim o divesek buldunuz. Talaq vel idda divesek buldu kemişler. Aşın kıyas kuttu. Ve kâle Şafi'i ve ehlu zahir. Şafii ile zahiriyle. Bu mu İmam Ahmed'in bir rivayet. İlâhu mislu ilâ'ul hurri 4 ashhurin temassuken bil umum. Ayette 4 ashhur dedi. Lillezine yu'lun deb aşında umum sırrı keldi. Kelgendikin kulmu o'xshashmi şey şirkitidir. 4 oy o'xshash deb turibdi. Ve zahiru enne ta'alluqal eymani bil hurri vel abd sawa. Yani bu qasam hür insondan chiqsin, quldan chiqsin, o'xshash bo'lishi kerak dedi. Bu zahir degan nima? Tarjih. Tercih kılıvatıdır. Yani şu zahirilanın karşına tercih kılıvatıdır. Yani ilah degen bir qasam, bunun kulu olsun, nima olsun o'xshash. Ve kıyasen aydan ala muddatil innin. Innin degenimiz er cinsi taraftan aciz olsa, cima qılamaydigan erken bu.
ya kesel sababından ya bir tan acizlik sababından ayalığa yakın kelmegen bolsa şeriatning hukmi bir muddat mühlet vermiz. Kesel olsa qaysun, oňşalsın degan tariqada 1 yıl bekitip berişme. Bu ajal sanada. 1 yıl kadar normal halat kasa keldi. Kemmese anda ayağının talaqlı tutmaz. Bu mu defanlı darar. Demek ki annem de bu 1 yıl hür olsun, kul olsun, aşarını 1 yıl kütüp turur ekenmez. Bunda olan iken, mana şunda buluş kerak. Yani şunu kıyas kılıp atıdı. وقال أبو حنيفة النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة. Şimdi İmam Ebu Hanife ve ayalının hür ya hüremeskin ayırıptı. Biz ayalı karaymayız da. O kul mu hür mü onun karamayız. Ayal karaymayız. Çünkü muş kasem hazır. Muş kasem bilen ziyan tatılgan kişiken ayal. Bundan ayalına ahval karaymayız. Ayal kul mu ya ki kul emas mı deyin. Leki kul olsun, olsun o berber depti. Kel iddemen. İddet kıyaslıysak bu ayal o 3 ay 3 şey belgelengen taraf şu ayaltı. Eremez. İddet tutmaydı dedik o. Ayal tutudu. Fe in kânetil mer'atu hurratan kânel ilâhu ilâhul hurr. Eğer ayalı hür ayal olsa o iri kulu olsun ya kulu olsun kanda olsun o çağda hürnün yani 4 ay degen vakt belgilegen ilah oldu dedi. Ve in kânet zavcu abdan mana iri kulu olsun. Ve in kânet emeten fe'alen nisf. Eğer ayalı didek olsa o çağda yerim uçudu dedi. Ayal karaymaz. Çünkü bunun ziyan tatılgan ya bu müddet ki qarashqa olana şu ayal deydi. Ve kıyasul ila alal hadd gayri ceyyid. Hem de ilani şu hududga kıyas kıldığı İmam Malik ve İmam Ahmed'in kelgan bir rivayette. Bu şunu tanqilatidir. Bunun kıyas qilish yaxshi emas. Ve zalika annal abda innama kana hadduhu aqalla min haddil hur. Çünkü kuluningki cezası hurning cezasının az. Nisfi tushib qoldiği. Ya'nal fahsha minhu aqallu qubhan. Çünkü kuldan sadır olan fahişe hürge qaraganda yengilrek endi. Bu bek igrilinmaydi. Çünkü hür zina sasa o igrilinip ketdi. Ve minel hurri a'zamu qubhan. Hür zina qisa bu igirte. Ve muddatu ila innama duribat jam'an bayna at-tawsi'ati 'ala az-zawj ve bayna izalati darar. Yani ilanın şu tut ay degan şu vaqt belgilash birinciden erge kenarek azad bir fırsat veriş maqsadida yani bir taraftan ayalın ziyan uçratmaslık maqsadida andın bekitilgen deydi. 3-4 ay şunda bekitilgen. İki maqsad vardı. Fayda faradna muddatan aqsara min hadi. Eğer bunundan qisqaroq bir muddat belgilab qalsak, yani yerim uçurib 2 ay deb qalsak, kana addaqa ala zawj. Bu çağda ermo nayt qisqa muddat ichida qaralishda sıkılıp qoladi. Ve enfe liddarari anizavce. Yani bir taraftan ayal cıkcan uçurup ketmekte değil. Yani 4 ay onda cepat atma, 2 aydan yanmayan bulup gitti. Vel hurru ahakku bit tavsiati ve nefid darar anhu. Ondan iken kenarek muamele kılışka hürbekrek layık. Ama kul tarak muamele kılışka layık değil. Lekin de tertüde pasak şu. Kul amdı bunda nadan şaraiti qiyin bunda bir adam bo'lgan ekan. Bunga kamchilik qilishni bekrek bu muhtoj desek. فلذلك كان يجب على هذا القياس ألا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط. Şu anda şu hudud qiyas qilgan ahvolda qanday qilish kerakda? O yerim tushirib qo'ymaslik kerakda deydi. İlla idâ kana zavj abdan. Faqat lan kul olib qalsa, ayali hür olib qalsa, andın yerim tushirib qo'yish mayli deydi. Çünkü hazır bu yerde 2 maqsad nima qilgan. Erga kengroq fursat verish, 4 ay desa so'zab berish. Ayolga ziyon keltirmaslikda. Davomken ayol hür olib qalsa ziyon keltirmaslik mayli. Lekin kul olib qalsa, hürga bergandek azobini qilmay, sal talashtirib qo'ysak bo'ldi. Ondan keyin eri qul ayol hür olib qalgan chaqda 2 ay degan tushsak mayli. Bosh chaqda 4 ay turibdi debdi. Ve hâdâ lem yekul bihi ahad. Mujunda qarashni hech kim deb Abu Hanifa mudimida, İmam Malik mudimida hozir xuddamda İmam İbn Rushd shunda aytganday. Hech kim demagan men da'vatman degandek. Lekin bu deyishmanda bunda deyman demay, aslida ma'lum qiyos qildi. Mush qiyosga asosan bu menda deyish kerakdi buni. Lekin bunun ise qiyasi joyida emas demakchi. Abu Hanifa qaratgan radga bu. Yo'q, jumhurga. Men ma'lumot. Radda ala Abu Hanifa. Ya Abu Hanifa'ga emas.
Çünkü Abu Hanife ne buluşuna katınızda onu itibar almayımızdır demez mi? Kul olsun, öyle olsun, karımız yok, ayarlık karaymayızdır. Ya hazır mesela bu ahval o'zgargan chaqda yani 4 ay to'liq bo'lishi kerak deydi bu. Ha jumhur 2 ay bilan shurtdi. Hali bu yerda ala hadal qiyasun ala hudud degan iqartalar. Ha jumhurning qiyasi. Albatta manda tahlil qilgan taqdirda Imom Abu Hanifa shu qatorda so'qlab ketadi. Kal vojib at-tasfiya. Undan keyin o'xshash qilish kerak. Ya'ni hurningmi, qulningmi shu 4 ay degan bekitish o'xshash bo'lishi kerak deydi. Yani şu tercih özünün. Yani bu da zahirininkin tercih kılgandır. وَالَّذِينَ قَالُوا بِتَأْثِيرِ الرِّقِّ فِي مُدَّةِ الْإِلَى اِخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرِّقِّ بَعْدَ الْإِلَى. Yani şu ilah kılgan çağda ayal ya er maşında kululup kalsa işkaya uçup kaldı diyen alimler özlere ihtilaflaşıp yani şu ilah kılgan şu ilah işi de kaççıda bu hürülüp kesip kaldı, azatlığı kesip kaldı. Hudda meselede talak kılınganınkin azatlığı kettir, iddeti kanda özgürü doğru diyen meseleye okşaş, niyadımı ihtilaflaşıp kaldı. Hel yentekulu ila ilahil ahrar emle. Hürlerinin ilahisi, yani 4 ayga ötkilemdi özgürmüyor. Aslı burada 2 ay uçup kaldı diyen. Hem de şu arlıktılan, biraz 2 ay, 3 ay, 4 ay sıdılan azatlığı kesse, kaççıda 4 ayga yani. Hazır 1-2 ay içinde değil hem de. Çünkü 2 ay geçir degende. Şu arlık dışında azatlığı kesse, bu 2 ayını kaçı 4 ay usuzan doğuk. Fekale malikun la yentekulu min ilahil abid ila ilahil ahrar. Ya yutkelmeydi aşı bunun bektilgini 2 ay şu. وقال أبو حنيفة ينتقل يتكلم كتدود أبو حنيفة ماين مدا طلاقتن الجرا طلاقتن كين يا باين رجعيد فرق تيرانته نيادا يتكل دودته فعنده أن لما إذا عتقت وقد آل زوجها منها إلى كتكان برددكوسا شو مدة إشده أزلتن كسا انتقلت إلى الأحرار bu hürülüp ketkendikin hürlerinin ilahısına yani 4 ayga yetkilik kutudurdu. وقال ابن القاسم İmam Malik'in şagirdi. الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا إله عليها. Bizden küçük kızların her türlü sebepler bir nesini közlep nikah kılışlı var dedik o. Ya ictimai münasebet ya siyasi münasebet mesela. Başka ahvalını köz tutup. Aynı bir nikah kıttı. Kıran iken bu küçük kızlarının yeri inde ilah. Aslı bu küçük kızlara yakın kelmeydi. Ama yakın kelmeydiğin kız bu. Yani şu çağda bu yere kasem kutlandı. İlah kuttu. Bunda kıysa bu ilah bulap aynı tut ay bu da nuklandı olsa ya onu ilah yok. Çünkü tut aydan kim varsa tut ayda yakın da zolamdı ona. Aslı yakın kelmeydiğin kız olursa. Ben de bunda bir tafsilatlı hikayemdi. فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغت. İbn Qasim da la ilahe aleyha. Bunda ahvaldaki kızın yeri ilah kasa ilah hesaplamayız. Lekin ilah kıttı dedi vaka degan. İlah kılış bo'libdi, qasam qıttı. Qasam qilib ashunda davomli yurib, hatto shu qizchaq balog'atga yetib bo'yiga yetib, yaqin kelib bo'ldigan holatga yetgandikmi bu davomli yurib, qasam ching turibdi. Bunda ahvolda tamada degan ashunda ching turib, mingivadi degan. İstimarra. Hüsibat al-arba'at ashur min yawm balagh. Ash ayoli bo'yiga yetgandan keyin 4 ay hisoblaymiz. Bo'yiga yetib yaqin kelib bo'ldigan vaqt bo'lgandan keyin 4 ay o'tsa, burun qasini hisoblab ayoli avtomatik taloq qildi. Yakan İmam Malikning nazarida shunda 4 aydan keyin andin biz uni talaqni tatimiz bor. Bu xonaga iloh qilish yo'q deb agar iloh qilib qolsa deb andikin u aloqat yetkishi davomli turmayapti. Ya iloh shu chaqda ijro qilmaydi chunki yaqin kelmaymiz. Zorluk çekti. Yakın kelinmeydiğin halatta. Hem de bu er bir kasam kıyılan iken, bir er kişi kemez de onun da. Bu sonradan bağlan iken, bunun kasını karta soru var. Tam da ise biz xuddi boyga yetmegen kichik vaqtni yo'q desavlar. Anın kasımını mesela ma'arlık boyga yetmegen degan bo'lsa, bunun kasımını ma'arlıkta faqat ishlatmay, mush arlık tugab, yaqin keldigan vaqt boshlangan chaqdan tartib shu chaqda kuchi iyi deymiz. Ana shunun da 4 ay vaqt beklemaymiz. La ilaha alayha degan iloh qilish yo'q degan gapmi yoki? Darhamda ilahning hukmi unga tushmaydi debdi. Shu vaqtni o'zi tushmaydi deydi. Ammo ashunda yaqin kelmay domlishiversa, albatta bo'yga yetgan kadar yaqin kelmaydi. Lekin bo'yga yetgandan keyin yaqin kelmay turaversa, ondan ilahning hukmi endi kuchga ega deymiz. İbn Qasim ashunda bir qarashni o'ttirib qo'yib turibdi.
Endi erkish balaga ketmay, ayol kishi balaga ketgan bu qasiylar. Biraz bu kishi qolganki onun gapini og'zidan chiqar yel deymiz-da. Birovga taklif hatta yaxtilim bo'lgan ekan. Nikohni durust emas. Nikoh durust. Chunki durust bo'lganligi del bo'lgan egilari vali degan gaplar aralashgan unda. Ve innema qala zalik li'annahu la darar alayha fi tarkil jimaa. Nimchi ila uni tushmaydi desa, chunki u zat yaqin kelmagan ekan. Bu yaqin kelmaganlikdan u ziyon tortib qildigan holmi yo'q. Shuning uchun dedi. Va qala aydan la ilaha ala khasiyyin va la ala man la yaqdiru ala al-jimaa. Xasi degan sirq tashbihiki ilinib ketgan adam. Qilgan ekandas. Ha? Tamam? Manzul xusatayn degan gap bor. Ha, xasi degan. Majbur deb qolsa, hamma narsani kesayotgan degan bo'lsin. Burun shunda odamni jiqtin. Hozir az o'g'ilni. Yoki faqat jima qilmaydigan odam bo'lib qolsa, bu ila degan gap tushmaydi debdi. Çünkü fey kıl desek, o fey kılamasa, sana feyin tavır, fey yok onda. Xasiyinin ki ayarlanmaz şeriat mı? Xasiye hazır, men müziyat al-Husetan. Lem yunzar zeker, ama ondan kim yani bir xil numuban oldu. Lekin bu kitapta asli bir yerde la ilahe alel mecbub deyişkek. La ilahe alel mecbub. Çünkü o cima kıldıran nas yok. Ama xasiye olup kalsa bu cima kılması mümkün. Şeriatdan nikoh qilmaslik ajraydi. Ayol erksa, ayol narozi bo'lganda. Imom Ibn Qasim boshqa turda biqdi buni. Boshqa ma'lum bu masala to'xtalmagan bo'lishi mumkin yoki Imom Ibn Rushd buni bunda bir deb ketgan. Imom Maliki mazhabining ba'zi masalalarini deb ketgan tariqada boshqalarning o tilashtirsa ekan. Nima uchun maktabda qanaqilda mantiq munosib cho'ng-cho'ng masalalarni tanlab namuna shaklda bahs qildi. Ularga ma parcham pratisida to'xtalmayman dedik. المسألة العاشرة وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا وهم دابر إلى قسم قلده تمام قسم قيغان كان طلاق بوغان بر إش بولده تود أيدين كان دساك مثلا إدت başlandı yani iddet işi de qaytırıp oldu ma cumhur racayı dedik o iddet işi qaytırıp oldu qaytırıp algandan keyin bayatın masalada undan keyin yaqin kelsa boshqa yaqin kelmasa burun qilimi davomlashdi degan gap bor. Bu iddatdan keyin qaytirib olganda deganda balki uni hozir iddatning ichida qaytirib olgan taqdirda yaqin kelmasa u qaytirib olgani to'g'ri bo'lamdi bo'lmamdi. Xuddi endi bu asli qaytirib olishdan maqsad shu yaqin kelma degan gapda. Bu yana shu burun qoltida turavergandek. Ana u qaytirib olishi hozir xuddi buni bekor chiqartamdi. كألم تكن برن قالت هذا دون شوط كندكلم قرام دو فإن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرط يعني هو شرط ماس يعني مش إرجاع الزوجات تغر بلاورد أمر خيطوغن بلاورد دولك يقين كم مسمى وأما مالك فإنه قال إذا لم يطأ فيها من غير عذر عذر مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها بو أمر خيطوغن qaytirganki ya bunun kasallik yo'qken, yaqin kela oladigan holatda ekan. Shunda turg'iliq yaqin kelmagan bo'lsa, bu qaytirganning bu bekardir. Va tabqa ala iddatiha. Biz buni qaytirganini hozir inovatsiz. Xuddi hozir buni iddat davomlashayotgandek. Iddat tutamasa bir oydan keyin qaytirgan bo'lsa, ya'ni bir oygacha yaqin kelmagan bo'lsa, u qaytirganning bekardir iddat hozir 2 oy to'shab bo'ldi. Yani hozir bu da bir oy to'shsa sonra ishtugaydi degandek. Bu xatarli gapkan. ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة. Ndağın hindek savlarımız. Bir ay toşkan çağda qaytırıvagan. Bu qaytırıvagan yani bir aygacha yaqin kelmedi. Xuddi bu 2 oy bo'lgandek. Bu da yani bir ay shunda 3 ay 3 aydan farq bo'lguncha yaqin kelmagan bo'lsa, iddat to'shatlab otomatik talaq yani bulardi. Demak bu bayonlar ketdi. Iddat ichida qaytırolmagan ekan, bayonlar ketdi. Yani yangidan bir yat aylanagandek as oladi baynini so'raymiz. Razi talaqdimi? Shu iddat to'shqicha qaytirib olayapti. İddat to'shab bo'lgan ekan bayonlar ketdi. Yani qayta nikoh muhtoj. Cumhurning gibidan nima? Wa hujjatul jumhur أنه لا يخلو أن يكون الإله يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود. أنت كبسك عالملا دبت. Bu ayağınlık emri qaytırıvagandan keyin burunki ilanın hükmü yani qayt işlemdi kemmamdı bunda ihtimallik battı dedi. Fein ada lam yu'tabar eğer o ilanın hükmü yani qayt kıldı deb qalsa o çağda onun reca ahirini hesap edilmekte. Baş ayağını qaytırıvagan çağda ilamı tan qayt kıldı deymiz. Yani ila
hükmü yani davamlaşıyor degandek. Yoki yana bir ehtimal qaytmaydi debdi. Fein ada eğer ilanın hükmü qaytib qolsa lam yu'tabar. Qaytsa o raja'a hesaplanması kerak. Raja hesaplanmaydi. Raja hesaplanma yani mush İmam Malikning nazarida anda bo'lishi kerak. Davomlashi kerak. Wastu'nifal ila min vaqt raja. Lekin u chaqda qanday bo'lishi kerakda deydi Mavla. Aş qaytırib olgan chaqdan tortib, andan yengdim bir ilani hisoblash kerak deydi. Ha burunqi bir uni bir yutib, hozir yana yangi boshlardan boshlagandek bo'lib to'xtaydi. Yani tuhsabu muddatul ila min vaqtir raja. Yani ilanın muddati hozir burunqi necha oyni hisoblamay, emriga qaytirib olgan chaqdan tortib, andan hisoblaymiz debdi. Uzun chiqimdan olmaydi. Yana bir qasam qilish kerak. Bo'landa xuddi bunda debdi. Abrol bir ilah qilganda, seganiki uni qaytirib olganda deydi. Qaytirib olganki, yani yangi boshlardan bu ilani hukmi, yani emri qaytirib olganki, yani takrar boshlandi, yangidan deb. Demesin, qasam qilmasinmi? Qasam qilmasin. Yangidan boshlandi debdi. Nega raja qilgandan tortib, emri qaytirib olgandan tortib, yangidan shu 4 oy endi sanash bor demoqchi ekan. Yani tuhsabu muddatul ila min vaqtir raja'a. Ve illem ya'ud anda ya qaytmaydi deydi. İki ihtimal degan to'g'ri. Yani ikinci ihtimal ya o ilan hukmi qaytmaydi desek, lem yu'tabar aslan o ilah bila denge bo'lmaydi buni. Yangi boshlardan emri qaytirib oldi. Bu yangidan to'g'ri arxotindek hem ish yangidan boshlandi dedi. İlla ala mazhab man yara anna al-ilaha yakun bighayri yamin. Faqat la İmam Maliklar qasam qilmasin bo'ldi degan to'g'ri. Bundan bu emri qaytirib olgandan keyin qasam qilmabdi, lekin yaqin kelmamda davomlashyapsa, bularda mujna qarashchilar ila yakun bighayri lafzin deganlar, yoki bighayri yamin deganlar Imom Maliklar. Bu chaqdan da ila ba deyishi mumkin, lekin va jumhur ila yo'q deydi bunda deydi. Wa kayfama kana fala budda min i'tibar al-arba'at al-ashhur min vaqt ar-raja'a. Undan keyin qayt kirdi desakmi, ilanın hukmi yani qaytdi desak, bunimi qaytirib olgan kundan tartib hisoblaysiz bu 4 oyni. Bu burunqining ustiga jalab hisoblaysiz shu deydi. Ayolning iddatiga jalbaymiz barcha. Wa amma Malikun fa innahu qala an Imam Malikning deyilsa kullu raj'atin min talaqin kana li raf'i darar. Ziyandan saqlanish uchun, ziyandan qo'g'dash uchun bir ayolni ayında bir talaq qilingan ahvolda emriga qaytirilish bo'lsa, fa inna sihhatir raj'ati mu'tabaratun fihi bizawal dalika darar. Aş emri qaytirilishning to'g'ri bo'lishi uchun biz hozir ziyon yo'qotmoqchi edik. Ziyon yo'qolsa, erning emri qaytirilishi to'g'ri bo'ldi. Agar emri qaytirilib, yana shu ziyon bo'lsa, yaqin kamaytiraversa, u chaqda u yo'q hisobda bo'ldi demoqchi. Va asluhu al-mu'sir. Bu qiyas qildi. Nima qiyas qilinsa, ayolini boqamagan erga qiyas qildi. Al-mu'sir bil nafaqa. Ayolni faqat boqamadi. Uyga masalan kunda u yemek-ichmak, uzuq-tuzuk narsa ichib, ayolni boqamagandan keyin ayol axiri ziyon uchrab chidamay qoziga arz qildimi? Meni boqamadi bu. Hayotim tinib ketdi degandan keyin bu boqamagandan keyin deb undan unga muddat belgilishi mumkin. Ya qozi bu eng oxirida bo'lmagan chog'da qozi talaq qilib o'tdi. Şunun qiyas qildik deydi. İza tulliq alayhi. Mana qozi erning o'rnida o ayolni talaq qilib o'tib qolsa, summartaja. Ayolni boqamagan er qozi talaq qilib o'tgandan keyin raji talaq hisoblabdi. U ayolni emri qaytirilibdi. Qaytiradi, yani şu an bununla biz yardım pul kelmagan ekan, shu boqamagan o'tirgan ekan. Undan keyin yana bu ayol yana talaqning bu degandek bir gap patdi. Undan keyin miyada yaqin kelmabdi, talaq qilib o'tdi. Emri qaytirilib, yana kim? Yani yaqin kelmadi, yani shu yaqin kelmas yana bo'lgan ekan. Yana o'xshash. Fa inna raj'atahu tu'tabaru sihhatuha bi yasarihi. Demak, er ayolini boqamagan ahvolda ayol talaq qilinib ketgandan keyin emriga qaytirib olgan bo'lsa, bu iqtisodga ega bo'lgan bo'lsa, ayolni boqoladigan bo'lgan bo'lsa, uni qaytirib olgani to'g'ri bo'ldi. Yani şu qo'lda hech qanday pul yo'q bo'lsa, qaytirib olgan bilan yana baribir yani o'xshash, yani u ayolni qaytirib olganligi hisob qilinmaydi demoqchi ekan. Fasabul xilaf qiyosu shabah. Demak, mishada talash ta'sisning sababi qiyosu shabah. Bu qiyos shabahni biz bilmagan to'g'ri. İllatda birlashmagan qiyos. Illat tushmaydigan. Boshqa bir yerga bilmasligini, boshqa bir yerga bilmasligini. Qiyos ma'al farqmi? Qiyos ma'al farqmi ajiz bu.
Çünkü oturda bir elle müştereke yok bunun. Xuddi mesela bir meselede namazda kıblege yüzünü aşattı o. Qas bir mazhatdagilar bu adamni dafn qilgan chaqda yüzünü kıble taraf yüzlendirmez deb bir qiyas qilib baxtı. Demek o namazdagi kıble yüzlenish masalasiga dafn qilgan chaqda qiblaga yüzlendirib qo'yishni bir qiyas qildi. Bu boshqa bir gap, bu boshqa o'tirdi bir illa jamia yo'q bunun. Da bir ismi bir narsa ismi o'xshab qolsa yoki bunda bir tarafdan bir qafiya kelib qolsa shunga o'xshatishni qiyas deymiz. Ama illet ve kıyas olsa anın normal kıyas. وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الإله. Mana aş emrigi qaytarishni yengdin nikah qilgan o'xshatib qolsa, o chaqda yengdin nikah olgan kim o yengdin qasam qilsa andan ilah bo'ldi bo'lmasa burunqi ilah davomlashmaydi dedi. ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر İmam Malik o'xshash Rajatul mu'assir bin nafaqa deganga qiyas qildi. Buningga o'xshatib qolsa, ziyon bo'lganlik uchun taloq qilinib ketgan odam qayta amri qaytarilish deb shuni qiyas qilib qolsa, lam yartafi' minhu zalika darar. Ayol ziyon uchirganlikdan taloq qilinib ketgan qaytarib olgandan keyin yana shu ziyon davomlashavergan ahvolda deb shuni qiyas qilsa, qala yabqa al-asl. Undan keyin bu birinchi shu İlanın hükmü davamlaşkan haletde buldu deb turadi. Yani İmam Malik hazır burunqi ilah kuchga ega. Yani şu 4 ay yaqin kelmay, 5 ay yaqin, 6 ay yaqin kelmay davomlashavergandek bir ahvol bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.